Assalomu alaykum. Sizlar bilan Grifon Gaming YouTube kanali. Bugungi videoda biz sizlar bilan CapCut'da to'g'ri grafika berishni o'rganamiz. Video boshlanishidan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki bu Grifon Gaming YouTube kanalidagi birinchi katta video bo'lib, agar podpiska yaxshi bo'ladigan bo'lsa, shunga o'xshagan foydali videolar bu kanalda hali ko'p chiqadi. Shuning uchun obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Unda videoni boshladik. Birinchi o'rinda CapCut'ga kirgandan so'ng istalgan videoni tanlab olamiz. Misol uchun men mana bu videoni tanlab oldim. Xo'p. Endi videoni ustiga bosamiz va pastki bo'limdan adjustni bosamiz. Bu yerda endi nastroykalar to'g'rilab chiqish kerak. Birinchi o'rinda brightnessni on qilamiz. Saturation 40, brilliance -15, sharpni 70 qo'yamiz. Agar FPS-lar balandroq bo'lsa, sharpni pastroq qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xo'p. Highlights 10, temperaturani -4 qilganni maslahat beraman, chunki qolganlari nisbatan mos tushmay qoladi. Xo'p. Endi bu yerdan filtersga kira olamiz. Filtersdan mana shu HD Petni topa olamiz. HD Petni 70 qo'yamiz. Hozir unchalik tiniq ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin videoni o'zingizlarga saqlanib qolgan paytingizda bu video tiniq bo'lib ko'rinadi. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Shunga o'xshagan foydali kontentlar bu kanalda hali ko'p chiqadi. Shuning uchun maslahat beraman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysangiz, bunga o'xshagan foydali kontentlarni o'tkazib yubormaysiz.